Ustasiga farqi yo'q. Soat 2 da o'tdi, yarim oqshom bo'lyapti. Biz ekranlar qo'yishda davom etyapmiz. Ishni davom ettiramiz. Klientlarni ishonchini oqlash uchun ertaroq tayyorlab berishga harakat qilyapmiz. Buni 11 Pro ga ham ekran qo'yganmiz. Kalat bo'ldi, chotki bo'ldi buni. Ko'rishlaringiz mumkin va ishi dahshat. O'zini ekrani bilan deyarli bir xil. Ishlashlari ham Face ID'si basharasi yo'q. 1 2 3 4. Tamam. Mana ketdi, mana ishlayapti. Chotki udar. Tık 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 tık. Şu kunlarda yomon chipi yo'q ekranlar kelyapti. Buni qo'yilgan, oldin kimdir qo'ygan, chipini qo'ymagan. Shuning uchun menga birinchi ekran sindimi, menga aloqa qiling, chipini shunda yangi ekranga o'tkazib beraman, nastroykasi tashqariga chiqmaydi. Chotki bo'ladi, shikalat bo'ladi. Ili ko'tarilib qolish, zazor, tudam, sudam bir odamga yoqmaydigan qiliqlar bo'lmaydi. Assalomu alaykum, aloqa qiling.